Hammaga salom. Bugungi videoda havoda qotib qolish bagini o'rganamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, joystickni tortib turibman. Keling sizga havoda qotib qolish bagini eng asosiy usullarini o'rgataman. Asosiysi joystickni tortib tursangiz bas. Alo. Menga o'rgating. Ko'rib turgan bo'lsangiz, saperning ham hayron qoldi. Keling sizlarga havoda qotib qolishni o'rgataman. E'tibor berib kuzating. Videoni sekinlashtirib ko'rsataman. Avval o'tirasiz, arjonni olasiz, tez sirpanib sakrab, joystickni tortib turasiz. U bittada o'xshamaydi, 3-4 martada o'xshaydi. Lobby ochilganda 5 minutdan pasaygandan keyin o'xshay boshlaydi. Men ham 3 oy deganda o'rganganman. Iloji bo'lsa sabr qiling va kanalimga like va podpiska tugmasini bosing. Tezroq 250 ta bo'laylik, jigarlar. E'tibor uchun hammaga rahmat.